Assalomu alaykum youtuberlar. Bu Doniyor Safarqulov. Bugun sizlar bilan Minecraft bo'yicha video olishdi. Yana ko'rib chiqamiz. Qanunda boshladik. Hozir ko'rib turganingiz Minecraft Education Edition versiyasi. Bu oddiy Minecraft, faqat Education Edition yopib qo'yilgan. Bu yerda juda ko'p, men bilmagan darajada ham ko'p narsalar qilsa bo'ladi. Buni faqat ko'rib o'rganish kerak. Birga bir qilib videoni ko'chirsangiz ham bo'ladi. U qilgan videoni, mana youtuberlar qilgan videosini o'zingiz o'rganib, ichida qanday usullari borda, qilish usullari o'rgatilgan. Ulardan qarab yangi video qilib boshlasangiz bo'ladi. Xo'p, Minecraft command blok kodlari. Mana bu esa bundan juda ko'p narsalar qilsa bo'ladi. Bu yerda kodlar mavjud. Bu kodlar haqida ham video qilganman, hozir sizga ko'rsataman. Bu YouTubedan qidirishni eslab qoling, analiz qilib, videolarda prosmotrlarni, kanallarni analiz qilib, mana 33 mingta bo'lsa ham, salkam 1 millionga yaqin prosmotr yig'gan videosi. O'zim ham bolaligimda juda ko'p qidirib ko'rardim. Minecraft endi o'zlaringiz bilasizlar, eng mashhur o'yinlardan biri. Shuning uchun bu bo'yicha gap bo'lishi mumkin emas. Boshlash kerak, qilish kerak, video joylash kerak, soqqani qilish kerak. Yana har doimgidek o'zimda kanalimdan misol qilib o'tib ketaman. Avval Minecraft bo'yicha kanal yuritganman deganim esingizda bo'lsa, o'shandan bitta videoni olib sizga qo'yib ko'rsataman. Sizlar bilan shu yerda xayrlashaman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz ham bo'ladi. Videomni ko'rib birga bir qilib video ishlasangiz ham bo'ladi, bemalol. Albatta foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizdan uzoqlashmang. Salom hammaga do'stlar, obunachilar va obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar. Bugungi videomizda command blok kodlarini o'rganamiz. O'zbek tilida video chiqarishga qaror qildim. Agar yaxshi prosmotr bo'lsa, faqat o'zbek tilida video ishlayman. 5 xil turdagi Minecraft kodlarini sizlarga ko'rsatib beraman. Bu kodlarni bloknotga, varaqga yoki eslatmalarga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Albatta ular esingizdan chiqarmasligingiz uchun videoga like bosing, kommentariy yozdiring. Xohlagan narsangizni yozsangiz bo'ladi. Xohlasangiz nuqta qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Like va kommentariy video ko'p tarqalishiga yordam beradi. Birinchi kodimiz Summon Iron Golem kodi. Mana ko'rib olishingiz mumkin. Videoni to'xtatib qarab olsangiz bo'ladi. Sizlarga command blok olishni ham ko'rsatib beraman. VV command blok. Mana ko'rsatuvlar, mana command blokni oldim. Siz ham xuddi shunday qilib olishingiz mumkin. Mana bo'limlar. Qancha xohlasangiz chiqarib olaverasiz. Energiyani cheksiz qo'yganman, shuning uchun ham ko'p bo'lib ketdi bo'lim. Ikkinchi kodimiz kill kuchga koda. Buni yoqsangiz hamma jonzotlar o'lib ketadi. Siz survivalda bo'lsangiz, siz ham o'lasiz. Bu yerga xohlagan narsangizni yozsangiz bo'ladi. Masalan, to'chqa. Mana xohlagancha to'chqa olasiz va shunchaki o'ldirib yuborasiz. Bitta rechayt ochishdan hammasi hal bo'ladi. Uchinchi kodimiz Iron Block, ya'ni metal olish. VV Iron Block. Mingta. Bu yerga 64 ta yoki bitta yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mingta bu 1000ta Iron Block olish degan. Gaplarimni oldindan repetitsiya qilmaganman, shuning uchun ham sal gapirishim o'xshamayapti. Mana ko'rib turganingizdek Iron Blocklar olindi. Bu bonus kod siz uchun maxsus. Mana
Clear CP ko'rib olishingiz mumkin. Bu yerga xohlaganingizni yozsangiz bo'ladi. Xohlagan blogingizni, xohlagan sonini, masalan, Diamond blog. Diamond blog deb yozasizda, sonini yozasiz bo'ldi. Mana. Endi bittadan beryapti. Qarangizlar, sonini yozmadim. Bu yerga 1000 ta qo'ysangiz, 10 ta qo'ysangiz ko'p bo'lib qoladi. Top-toza qilib olaverasizlar. Clear CP kodi bilan. Clear kuchli aksiyalaringiz hammada top-toza bo'ladi. Do'stlaringiz o'ynasangiz, do'stlaringizga tozalanib ketadi bloklar. 4 raqamli kodimiz yonib turibdi. Shuning uchun ham 5-ni bosdim. Mana time set night, time set day. Mana. Ikkalasini yozib qo'ysangiz juda zo'r tomosha bo'ladi. Uning uchun albatta villager, ya'ni aholi yordam beradi. Mana kuzatishingiz mumkin. Juda kulgili va juda ajoyib. Yaqinroq ko'rishimiz ham mumkin. Bu yoqdan, bu yoqdan. Bular o'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Mana. Sizlar uchun bonus. Buni faqat Tvaritsga, ya'ni kreativda qilsa bo'ladi. Mana, komandni blokka qilsa bo'ladi. Men aytdim. Bu yerga blok qo'yish kodi yozilgan. Mana. Hozir men serverga, ya'ni Vijivaniyaga o'tkazib olib, bu blok sindirib ko'rsataman sizlarga. Mana. Iron kirka. Xohlaganingizni olsangiz bo'ladi. Cheksiz energiya yoqib qo'yilgan. Bemalol olaverasizlar. Survival rejimida, Vijivaniyada. Bu komandni bloklar sindirib bo'lmaydi. Keyin ishlamaydi ham. Qancha payt urib tursam baribir tinmaydi. Shuning uchun urib o'tirganda foyda yo'q survivalda. Kirkani joyiga qo'yamiz, energiyani yoqib qo'yamiz. To'plasak ham bo'ladi, energiyani yoqib qo'yamiz. Ko'ramiz-ku. Hozir bu videoni Semble degan kanalga joylayman. Meloman 7 deb qidirib ko'ringizlar. Yoqgan bo'lsa obuna bo'lingizlar, like bosingizlar, kommentariy yozsangiz chiqmasin. Video hali tugagan yo'q. Sizlarga yana bir nimani o'rgatmoqchiman. Cheksiz energiya hosil qilishda. Videomiz davomida komand bloklarga energiya borib turganini sezgandirsizlar. O'sha energiyani yasashda o'rgataman. Buning uchun bizga nablidatel kerak bo'ladi. Nablidatel. Bu yoqda pastda mana nablidatel. Keyin energiya qismi kerak bo'ladi. Rechek ham kerak. Qayerga ko'rsatsam ekan sizlarga? Mana shu yer to'g'ri keladi. Nablidatelda bunday qilib qo'yasizlar. Orqasidan energiya qiladigan. Men buni tok deb atayman. Tok qo'yasizlar. Mana. Tushundingiz degan umiddaman. Bu yerga xohlagan narsangizni yozsangiz bo'ladi. Masalan, hello. Hello deb yozgansiz, lekin foyda yo'q. Videolarimizni kuzatishda davom eting. Sizlar uchun o'zbek tilida ajoyib videolar chiqarishga harakat qilaman. Sog' salomatlikda keyingi videolarda ko'rishguncha.